Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Qo'ychichiq tumani Toshkent viloyatidan Abdurayimov Filg'orman. Uy Construct firmasi bilan shartnoma qilib oshxonalar quryapmiz bu tomonda, kiyinib yechinish xonasi. Bu yoqda trenerskiy xona bor. Juda yaxshi, sifatli qurgan imoratlariga borib ko'rib keldim. Bular shaharda ham, Amirsoylarda ham binolar qurgan ekan. 20 yilga kafolat beryapti. Qurilgan joylariga hammasi mana shu ishga tushganiga 10 kun bo'ldi. Hozir ancha ishni ko'rsatib qo'ydi yigitlar. Umuman ishlari sifatli. 8 santimetrli sendvich panellar, profillar hammasini o'zlari olib keldi. 8 ga 8 profil eng baquvvati. Qolganlarini qilib beryapti. Kafolatlangan nimalarida bor. 20 yilga kafolat beryapti sendvich panellariga, ishlariga. Agar biron narsada muammo bo'lgan taqdirda uni qaytadan qilib beramiz deb lavz beryapti. Buni shartnomalar ko'rsatib qo'yapmiz. Hozircha ish yaxshi ketyapti. Mana Xudoga shukr. Yigitlarga ham gap yo'q. Usta bolalar haqiqatan o'zining ishini ustasi ekan. Umuman yaxshi sharoitlar qilyapmiz. Kesalaring kutib olamiz. Mana shu yerda sog'lomlashtirish sport markazi tashkil bo'lyapti.